Hammaga salom. Sizlar bilan Forces bo'lmoqda. Bugungi videomizda biz qanday qilib Special Forces guruh 2 o'yiniga tekinga skin olishni o'rganamiz. Qani unda let's go boshladik. Biz eng avvalo nastroyka bo'limiga kirib olishimiz zarur. Va nastroyka bo'limidan biz bir narsalarni to'g'rilaymiz. Qani unda boshladik. Nastroykaga kiramiz va nastroyka bo'limidan eksport qilib qo'yishimiz zarur. Mana shu nuqtani eksport qilamiz. Men ko'rayotganingizdek eksport qilganimizdan so'ng chiqamiz va sandiqdan qurol yaroqni sotib olamiz. Mana bu narsada o'chib turadi, shuni yoqib qo'ying. Qurollarning puli sal qimmatlashib ketadi, lekin skin albatta tushadi. Sotib olamiz. Mana ko'rayotganingizdek skinli bo'lib tushdi. Endi esa avvalgi nuqtamizni eksportni tushirib, normallarga hard qilib qo'yishimiz zarur. Bo'lmasa botlar juda kuchayib ketib, odamlar ham kuchli bo'lib sizni otib o'ldirib ketish ehtimoli juda katta. Mana normal qilib qo'ydik. Endi esa ko'ramiz. Mana ovoz o'chib qolibdi. Uzr, miltiqning ovozi eshitilmay qolgan. Ming bora uzr. Buning uchun sizlardan. Lekin videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib keting. Bu siz uchun qiyin emas. Ko'rayotganingizdek mana skin o'zgardi avvalgidan ko'ra. Endi qishqi skin bo'ldi. Hammasi juda ham ishlaydi 100%. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Forces bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib keting.